Dasturimiz davom etadi. Aqlli issiqxona haqida eshitganmisiz? Bu innovatsiya Termiz tumanidagi Termiz naf sinash stansiyasi yer maydonida Xitoy texnologiyasi doirasida qurib, foydalanishga topshirildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqida so'z boradi. Bu tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi? Qoyilmisiz? Avval smartfon kirib keldi, keyin smartwatch kirib keldi, keyin esa smart mobillar bo'ldi, endi esa smart issiqxona. Hech eshitganmisiz? Aqlli issiqxona haqida biz odatlanib qolganmiz oddiy issiqxonaga. Smart, ya'ni aqlli issiqxona nimasi bilan farqlanadi? Juda qiziq savol. Haqiqatan ham bizni ham qiziqtirdi, sizni ham qiziqtirib qo'yishi hech gap emas. Aqlli issiqxonalar bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi navlari va duragaylarini sinovdan o'tkazadi va tajriba tadqiqotlar olib borilgandan keyin ushbu navlar reyestrga kiritiladi va keyinchalik esa ular mahalliylashtirilishi uchun tavsiyalar berib boriladi. Va mana shu jarayonda Termiz tumanida naqd 30 sotiq yer maydonida barpo etilgan ushbu tajriba sinov markazi asosiy o'rin tutadi. Surxondaryoga kirib kelayotgan yangi navlar, duragaylar bu yerda dastlab sinovdan o'tkaziladi va tajribalar olib boriladi. Loyiha Yurtboshimizning Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori doirasida amalga oshirildi. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash markazining moddiy texnik bazasini ham mustahkamlash belgilandi. Surxondaryo viloyati Termiz nav sinash stansiyasi ham modernizatsiya qilindi. Surxondaryodagi birinchi aqlli issiqxona bu. Bu asosan bana bitta tugmachalar bilan boshqariladi. Bu yerda oldinlari har bir tugmaga bir kishi boshqargan bo'lsa, buni bir kishi boshqaradi. Bu yerda asosiy oldingi qatordagi tugmalar 2 tugma ventilyatorni ishlatadi. 3 ta tugma radiatorlarni boshqaradi. 3 ta tugma. Mana bu bitta tugma, bu ikkinchi tugma tepadagi birovi yozgi, birovi qishki yopqichlarni bajaradi. Mana bu 3 ta tugma tepadagi qiliblarni ochib yopadi. Bu ikkovi ikki yonboshdagini ochib yopadi. Hozir ishlatib ko'ra olamizmi? Ishlatib ko'ramiz. Marhamat. Hozir ochiq turibdi, yopaylikchi. To'g'risi, juda ham qoyilman. Ilgari mana shuni qancha mehnat kuchiga tayyorlangan holda yigitlar yopib yurganini ko'rganman-da. Lekin endi qarang, oddiygina texnologiya bajaryapti. To'g'risi qoyil qolish kerak. Bu issiqxonada bunday tashkil etilganligi zo'r bo'pti. Barcha sinov jarayonlaridan o'tgan navlar davlat reyestriga kiritilib, qishloq xo'jaligiga tatbiq etiladi. Asosiysi hosildarligi yuqori hamda turli kasallik va zararkunanlarga chidamli eksportbop navlarni yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu yerda asosiy vazifasi chet mamlakatda va o'zimiz mahalliy navlarning va duragaylarning sinov ishlarini olib boradi. Bu texnikaning vazifasi mana shu ekilgan maydondagi tomchilatib sug'orishga qilinadigan smart kompyuter. Bu yerda mana shu o'g'itlarni aralashtirib, hamma suvni aralashtirib, daqiqaga qo'ygandan keyin shu daqiqada o'zi to'xtaydi. Keyin yana boshqasiga o'tkazsa, shu daqiqaga qo'yasiz, yana shu daqiqa borib to'xtaydi. O'zi kerakli miqdorda suvni beradi, kerakli miqdorda o'g'itni tayyorlab beradi. Qo'yil, birgina sensor panel va birgina tugmani bosish orqali shuncha ish bajariladi. Deylik, o'sha ishda ilgari qancha vaqtda sarflangan bo'lsa, endi qarang. Va yer menimcha namlikni ham o'zi his etadi. O'zi his etadi. Odam endi o'lchab o'tirmaydi, qancha namlik bo'ldi ekan deb texnologiyani o'zi o'lchaydi va kerak vaqtda to'xtaydi. O'zi o'lchaydi, o'zi kerakli vaqtda to'g'rilaydi, tayyorlab uloqib beradi. Bu yerda bundan tashqari udaviyalar ham bor. Ichkarida har xil funksiyalari ham bor. U asosan qanday funksiyalar? Bu yerda GPSlar ham o'rnatilgan ichiga. Bluetooth'lari bor ekan, ko'rdik. Hamma imkoniyatlar bor. Va asosan Rustam aka mana bu o'sha yirik qozonlarimiz haqida ham to'xtalib o'tsak. Bu uchoqqa 3 xil o'g'it beramiz. 3 xil o'g'it solganda 3 xilni o'g'itni aralashtirib mana shu filtrdan o'tib keyin dalaga ketadi. Demak, bir so'z bilan aytganda o'z nomi bilan mana nari borsa, hozir kuzatib turdim, 1 daqiqaga qolmasdan 30 sotiqdagi maydonda hamma o'sha ust yopinchiqlarni yopib qo'yib ulgurdi. Ulguradi. Demak, buni kelajagi bor deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham kelajagi bor buni. Yana ham rivojlantirib boramiz. Buni texnologiyani ishlashi uchun nimadan foydalaniladi? Elektr manbasi nima? Asosiy elektr manbasi quyosh panellari orqali 5 kilovatlik quyosh panel qo'yilgan.
Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda vohada Sherobod, Denov tumanlarida ham nav sinash stansiyalari faoliyat yuritib kelmoqda. Ularda paxta va g'alla, meva va sabzavot, poliz ekinlari navlarini sinovdan o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Barcha sinov ishlari qat'iy uslub asosida yuritilib, dala daftarida qayd etib boriladi. Albatta, bu kabi chora-tadbirlardan ko'zlangan maqsad qishloq xo'jaligi ekinlari, mevali va manzarali ko'chatlarning yangi navlari, nuragaylari sinovini xalqaro standartlar darajasiga yetkazib, eksportbop navlarni yaratish. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi va bozorlarda narxlarni mo'tadillashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.